Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Futbol mavzusida futbolga sotdi, bilet sotdi mavzusi chiqqanda biroz ko'ngilga xavotir tushdi. Yana shu o'zbek xalqimiz bir-biri bilan, yana shu musulmonlar bir-birini shunaqa qiladimi, ya'ni yomonlab obro'siga tajovuz qiladimi degan xavotir bo'lib turadi. Keyin hamma ish o'rniga tushdi. O'ylashimcha, juda chiroyli yechim bo'ldi. Bu mavzuda Amerikada yurgan, trak haydab yurgan, shu masalani ko'tarib chiqqan yigitlarga ham alohida tashakkur aytmoqchiman. Ya'ni bu holat hozir kamyob topiladigan narsa. Bir odam xato qiladi, xatosini keyin unga isbotlab bersangiz tan oladi va chiqib uzr so'raydi. Bu haqiqiy mardonaning ishi. Hozirgi kunda juda noyob. Hozir xatoni qiladi, gunohni qiladi, birovga tuhmat qiladi. Bo'yniga qo'yib bersangiz, "Sen nima meni bo'ynimga qo'yyapsan?" deb yana sizni aybdor qiladi. Hozir odamlarda mana shu noyob bo'lib qolgan. Amerikadagi trak haydagan, yurgan, mana shu mavzuga aralashgan ukalarimiz, nomma-nom bilmadim, islomiyman. Barchalariga tashakkur. Musulmonlar ham shunaqa bo'ladi. Erkak kishi shunaqa bo'ladi. Xato qiladi, bo'ladi, xato bo'ladi. Va xatosi unga aytib berilsa, ayniqsa imomning oldiga borishib, imom unga to'g'ri gapni gapirib bersa, qabul qildimi, shu bolalarga otasiga rahmat, ota-onasiga rahmat. Abdurahmon Fozilov, Otabek, bularni shu xalqimizning ichida ko'p xizmati, millatni tanitish yo'lidagi harakatlari ba'zi odamlarni hasadini keltiradi. O'shaning uchun izohlarda ko'rsangiz islamofoblar, ateistlar dinni niqob qilib oldi degan gapni ko'tarishib, Abdurahmon Fozilovni hojga borganligini minnat qilib, mana shunaqani boshlab olishdi. Maqsad ular Abdurahmon Fozilovni ayblash emas, ularning maqsadi islomni ayblash, dinni ayblash. Din bu bir niqob degan narsani ko'proq urg'u berish. Masalaning mohiyatiga yetib borib, to'xta hali masala nima bilan boshlandi, nima bilan tugaydi, kim haq, kim nohaq tekshirib o'tirmaydi. Ana o'shalarga imkon bermadinglar. Abdurahmonga ham alohida tashakkur, Otabekka ham. O'zini haqqini ifoda qila bilish ham bugungi kunda o'ta dolzarb bo'lib qoldi. Muhim. Alhamdulillah yopildi. Ikki tomon bir-biriga do'stona qo'l tashlashib, mavzuni yopishdi. Alhamdulillah.